Rustamboy bilan o'zi nimaga ko'rishmoqchi edingiz? Bundan buyog'iga mahallada ikkita boy bo'ladi. Bittasi Rustamboy bo'lsa, ikkinchisi Umidboy. Shuni aytib bir qo'lini olib qo'yay Rustamboyni. Yaxshi, boylar ko'paysin. Rahmat. Sog' bo'ling. Rustam aka, siz Samarqanddan so'rashyapti. Berchi. Eshitaman. Yeb ko'rdim, kolbasani mazasi yaxshi. Faqatchi sevimli Samarqand yozuvini sal kattaroq chiqaringlar. Keyin ruxsat. Sotuvga chiqarsanglar bo'ladi. Xo'p. Tushunmadim. Rustamboy, Nonvoy? Shunaqa. Tanishganimdan xursandman. Keyin Umid aka, qarang. Agar boylik jamiyatga foyda bermasa, u ziyonga kiradi. Birinchi navbatda insonni o'ziga, keyin esa jamiyatga ziyon yetkazadi. Shuning uchun Rustamboy, Nonvoy. Rahmat. Tanishganimdan xursandman. Xush kelibsiz. Sog' bo'ling. Kelib turing.